Tarmoqlarda Turkiyaning Istanbul shahridagi eng mashhur masjidlaridan biri Fotih jomeida olingan video lavha chaqmoq tezligida tarqalib, butun islom olamini larzaga keltirdi. Unda bir guruh muslima ayollarning Masjidul Aqso kishanlangani va G'azodagi qirg'inlarga nisbatan sukut saqlayotgan erkaklarga norozilik sifatida o'z ro'mollarini ularning oyoqlari ostiga otayotgani aks etgan. Bu harakat shunchaki hissiyotli norozilik emas, balki islom tarixi va bizning asl qadriyatimizga, nomus va g'ayratning eng so'nggi chegarasi hisoblangan ulkan mafkuraviy hodisadir. Ushbu holatning tarixiy ildizlari, shar'iy asoslari va bugungi kun voqeligi bilan bog'liq jihatlari ummatning hozirgi ahvoliga qo'yilgan eng terang tashxisdir. Tarixda va islom axloqida ayol kishining boshidagi yopinchig'i yoki ro'moli shunchaki mato emas, balki uning iffati, sha'ni va daxlsizligi ramzi bo'lgan. Agar ayol kishi ro'molini erkaklar davrasiga otsa, bu islom tarixida va musulmonlar orasida eng og'ir ma'naviy isyon hisoblangan. Bu harakat erkaklarga qarata aytilgan eng achchiq dashnomdir. Sizlar bizni nomuslarimizni va muqaddasotlarimizni himoya qila olmayapsiz. Demak, erkaklik maqomidan va mas'uliyatidan mahrum bo'ldingiz. Mana bu ro'molni siz o'rang, biz esa qo'lga qurol olaylik. Bu harakatni ko'rgan erkak uchun dunyo tor bo'lgan. U yo bu isnodni iymon va jasorat bilan yuvishi yoki xuddi o'lik odamdek indamay hazm qilib ketishi lozim edi. Videoda aks etgan voqea aynan mana shu tarixiy dashnomning zamonaviy namoyishidir. Tarixga nazar tashlasak, Quddus fotihi sulton Salohiddin Ayyubiyni Salohiddin qilgan narsa uning aynan mana shunday ayollar nidosiga, ummat nomusiga bo'lgan beqiyos sezgirligi edi. Quddus salibchilar qo'lida bo'lgan og'ir yillarda muslima ayollar va bolalar doimiy zulm ostida edilar. Salohiddin Quddusni ozod qilish uchun qo'shin to'plab, strategik rejalar tuzib yurgan kezlarida unga bir muslima ayolning asrlikdagi faryodi yetib keladi. Ibn Shaddod va Imomuddin al-Isfahoniy kabi tarixchilarning qayd etishicha, bu ayolning nidosi Salohiddinning butun hayotini o'zgartirib yuborgan. Qo'mondon o'sha kundan boshlab o'ziga kulishni va dunyo lazzatlarini harom qildi. Uning zamondoshlari ta'kidlashicha, Salohiddin hatto issiq ovqat yeyishdan va yumshoq to'shakda uxlashdan voz kechgan. U Quddus asrlikda bo'lsa, ayollar zulm ko'rayotgan va nomusi toptalayotgan bo'lsa, Salohiddin qanday qilib kula olsin deb faryod chekkan edi. Salohiddinning g'ayrati faqat hissiyot emas, balki mukammal bir iymoniy pozitsiya edi. O'sha davrda muslimalar qo'mondonga dalda berish va erkaklarni kurashga chorlash uchun o'zlarining eng katta ziynatlari bo'lgan sochlarini qirqib, undan otlarga jilov va yugan eshib yuborgan edilar. Bu agar sizda otni boshqarishga vosita qolmagan bo'lsa, bizning sochlarimizdan foydalaning. Faqat Quddusni va nomusimizni qutqaring degan nido edi. Bu harakat qo'shin ichida shunday katta iymoniy to'lqin uyg'otdiki, musulmon jangchilar ortga qaytish o'limdan ham yomonroq ekanini anglab yetdilar. Natijada Salohiddin boshchiligidagi qo'shin Quddus darvozalarini ochib, musulmonlarning izzatini qayta tikladi. Buyuk qo'mondon ayolning birgina sochi yoki ro'molining qadrini hamma narsadan ustun qo'ygan edi. Biroq bugungi kun voqeligiga qarasak, Turkiyadagi masjidda yuz bergan holat Salohiddin davridagi ayollarning jasoratiga o'xshasa-da, bugungi erkaklarning va hukmdorlarning holati o'sha davrnikidan tubdan farq qiladi. Ayollar o'z ro'mollarini oyoq ostiga otmoqdalar, chunki ular G'azoda go'daklar parchalanayotganini, ayollar xo'rlanayotganini va Masjidul Aqsoning bosqinchi yahudlar tomonidan toptalayotganini ko'rib, chiday olmayaptilar. Bu ro'mollar ummatning tirikligiga berilgan so'nggi nidodir. Demokratik kapitalizmning zahri bilan sug'orilgan bugungi tuzumda erkaklar o'zlarining tinchligi va iqtisodiy foydasini ummatning nomusidan ustun qo'yadigan bo'lib qoldilar. Davlat rahbarlari esa minglab ayollarning ro'moli yerga tashlansa ham, hali hanuz kofirlar bilan kelishuvlar, moliyaviy aloqalar va quruq bayonotlar berish bilan ovvora. Bu iymoniy va siyosiy tanazzulning eng yuqori nuqtasidir. Ayol kishi ro'molini otar ekan, u nafaqat o'sha masjiddagi namozxonlarga, balki qo'lida millionlab askari bo'la turib, la'nat yahudlarning vahshiligiga sukut saqlayotgan qo'shinlarga va ularning qo'mondonlariga nido qiladi. Tarixda Mu'tasim billah davrida
bir ayolning "Vo Mo'tasimoh" degan nidosi uchun butun bir qo'shin safarbar qilingan edi. Bugun esa minglab ayollar dod solayotgan bir paytda islom olamining armiyalari o'z joylarida buyruq kutib o'tirishibdi. Bu buyruqni berish kerak bo'lgan rahbarlar esa kofirlarning roziligini Allohning roziligidan ustun qo'ymoqdalar. Aslida bu voqea ummatning uyg'onishi uchun berilgan ilohiy signaldir. Ayollarning bunday qadam tashlashi erkaklarning vazifasini bajarmayotganiga bo'lgan eng katta da'vodir. Islomda ayol kishi himoya qilinadigan, aziz tutiladigan zotdir. Agar u o'z himoyachisini ko'rmasa, umidsizlikdan va nafratdan mana shunday ramziy isyonga qo'l uradi. Turkiyadagi voqea shuni anglatadiki, muslimalar endi erkaklarning quruq va'dalariga va hukumatlarning soxta siyosiy o'yinlariga ishonmay qo'ydilar. Ular Salohiddin kabi g'ayratli, quruq safsata sotuvchi emas, amaliy qadam tashlaydigan va ummatning nomusini himoya qila oladigan rahbarlarni sog'inmoqdalar. Bugungi kunda bizga kerak bo'lgan narsa faqat yig'lash va duo qilish emas, balki mana shu ro'mollarning hurmatini joyiga qo'yadigan siyosiy va harbiy qudratni tiklashdir. Musulmon davlatlarining qo'shinlari G'azodagi ayollarning nolasiga javob bermas ekan, Turkiya masjidlarida otilgan ro'mollar ularning va butun ummat erkaklarining bo'ynidagi la'nat kishani bo'lib qolaveradi. Xulosa qilib aytganda, Turkiyadagi masjidda ro'mol otilishi butun islom ummatiga tutilgan oynadir. Bu harakat bizga Salohiddin Ayyubiyning g'ayratini eslatdi va bugungi kun holatining naqadar ayanchli ekanini fosh qildi. Agar biz bugun ushbu ro'mollarning nidosiga amaliy javob bermasak, Allohning oldida qaysi yuz bilan turamiz? Haqiqiy ozodlik va izzat nafs qulligidan chiqib, ummat nomusi uchun maydonga tushishdadir. Ayollarning ro'moli yerda qolmasligi uchun erkaklarning iymoni va g'ayrati uyg'onishi, kufr tuzumiga qul bo'lishni to'xtatib, yolg'iz Allohning hukmlarini hayotga qaytarishi lozimdir. Islom adolati va xalifalik nizomisiz musulmonlarning qoni, moli va obro'si himoyalanmaydi. Faqat ilohiy nizom soyasidagina erkaklar o'z g'ayratini, ayollar esa o'z iffatini qayta tiklaydilar. Musulmonlik da'vosini qilayotgan har bir shaxs o'ziga savol berish kerak. Mening g'ayratim Salohiddinnikiga o'xshaydimi yoki ro'mol otib haqoratlangan erkaklarnikigami? Javob bizning keyingi qadamlarimizda namoyon bo'ladi. Alloh taolo barchamizga Salohiddinning jasorati va iymonini nasib etsin. Alloh taolo aytadi: وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Agar ular din yo'lida sizdan yordam so'rasalar, yordam berish zimmangizdadir.